ishlataman. Xiaosui, onang albatta seni himoya qiladi. Rahmat senga Xiaosui. Bu bizning taqdirimiz ekan. Sotaman. Ba'zi narsalar borki, jonimdan ham qimmatroq turadi. Agar yutqazsang, butun umr bu yerdan chiqib keta olmaysan. Onang haqida o'yla. O'zingning kelajaging haqida hech o'ylaganmisan? Men seni bugun o'ldiraman. İflas qizni kuchini qaranglar. Seni o'ldiraman. Sendan so'rayapman, tan olasanmi? O'ldirmoqchimisan, ha? Kel o'ldir. Kel. Taslim bo'ldim, taslimman. Bo'ldi qalb, men taslimman. Voy! Zo'r, yaxshi jang bo'ldi. E'lon qilaman. Bu yilgi birinchi o'rin sohibi Yan Xiaosui. Kimda e'tiroz bor? To'xta. Ketsang bo'ladi dedimmi? Yana nima deysan? Kelishuvni unutdingmi? Bobomning pullari qani? Mana bu 6000. Qaytarib beryapman. Qolganichi? Tonib ketmoqchimisan? Senga aytib qo'yay. Bugun pulni ham qaytarasan, boshingni egib ta'zim ham qilasan. Pulni ham qaytarasan, boshingni egib ta'zim ham qilasan. Yan usta, avval qoidani bilmayman. Meni kechiring. Yo'qol. Yan usta. Mana bu qabul xati. Kelasi oy nabirangizni vaqtida mashg'ulot markaziga olib keling. Xo'p, albatta vaqtida boramiz. 2 yillik o'qish va oziq-ovqat to'lovlari tayyormi? Ha, albatta tayyor. Mana pul. Meni baliq hovuzim bor. Undan ham 30,000 chiqadi. Yetadi. Nabirangiz juda iqtidorli. Siz ham zo'rsiz. Rahmat, Chan murabbiy, rahmat. Yan usta, nabirangiz qobiliyatli ekan-a? Bir ziyofat qilmaysizmi? Mayli. Bugun kechqurun hamma biznikiga ichamiz. Yaxshilab o'tiramiz. Kechqurun hamma ularnikiga yeb ichamiz. Yan usta, eshitishimcha bir necha kundan keyin shaharga ketarkansiz. Mana bu tuxumlardan oling. Qo'ysangizchi, ovora bo'psiz. Pulni oling. Xiaosui, ola qol, shaharda kerak bo'ladi. Ha, olaver. Rahmat xola. Yan usta, ertaga birga borib baliqlarni yig'ib olamiz. 5 yuandan hisoblayman, qancha bo'lsa hammasini olaman. Yaxshi. Katta rahmat sizga. Qani, o'tiringlar. Marhamat. Aka, kelinoyim ketsa qaytib kelmasligi mumkin.
Uchmoqchimi? Qanotlarni qayirib tashlayman. Bor, menga zahar olib kel. Tez bo'l. Hammasini to'kib tashla. Shunday qilsam, bu baliq hovuzda chirib ketadi. Yan usta, tezroq qarang, baliq hovuzda falokat. Nima? Voy, hammasi o'lib qopti-ku. Voy, afsus. Voy, Yan oilasi odamlar bilan muomala qilishni bilmaydi-da. Ko'rdinglarmi? Jazosini oldi bu. Ha, to'g'ri aytasiz. Ana bu qizcha nega bunchalik takabbur, ha? Ozgina mushlashni bilib olib odamlarni mensimaydi. Hem battar bo'lsin. Voy, kelishyapti. Tamom. Hammasi tamom bo'ldi. Bobo, Xiaosui, bu baliqlarni qara. 3 kilogramm keladigan bo'lib qoluvdi-ya. Afsus, xarob bo'ldi. Voy, quda, buncha omadsiz bo'lmasanga, hatto baliq ham boqolmaysan. Shunaqami, a? buni sen qildingmi? Hoy, Zin Xiaoshui, kattalar bilan qanday gaplashyapsan? Bunga bizning hech qanday aloqamiz yo'q. Hay! Yaramas qiz, nega menga bunday qarayapsan? Kim qilganini men qayerdan bilay? Sizlar bilasizlarmi? Hech kim bilmaydi. Bilmayman. Hech bilmaydi. Ha, yo'q, bilmaydi. Kim qildi? Mard bo'lsang oldimga chiq. Hey, sizlarga aytsam, o'sha kuni ko'rmadinglar-da. Qari Yanni hovuz bo'yida cho'kkalab o'tirganini ko'rsanglar edi. Shunaqangi achinarli ahvolda ediki, kulaverib o'lay dedim. Kim u? Joningdan to'ydingmi? Voy, o'lmasam, yuragimni yorib yubording-ku. Hey, sirbet, isyon qilmoqchimisan, a? Voy! Qani ko'rsan, voy. Oyi, indamang. Yan Xiaosui, nima qilmoqchisan? Voy! Bosar tusaringni bilmay qolibsanmi? Nima qilyapsan, yaramas qiz? Buni sen qildingmi? Tuhmat qilma. Yan Xiaosui, bu yer senga ring emas. Aytib qo'yay, bu yerda odam ursang qamalasan. Haddingni oshma, yo'qsa umring qamoqda chiriydi, ha? Xiaosui, o'zingni bosib ol. Boboing qarigan. Bunaqa to'polonlarni ko'tara olmaydi. Tushundingmi? Agar men qilgan bo'lsam ham, qo'lingdan nima keladi? Ha, meni yutib, shu tog'dan oshib o'taman deb o'ylayapsanmi? Aytib qo'yay, butun umr bu yerdan chiqib keta olmaysan.